shunchaki Barsani yutqizganidan biz endi Barsani muxlisimiz bir kun o'zimga kela olmadim. Haqiqatan ham Barselonani o'yini shunaqa o'yinki, hozir bu fikrimni aytsam hayron qolsanglar kerak, hamma har xil fikr. Men hayron qolaman, qanaqa qilib bu komandani o'yiniga muxlis bo'lmaslik mumkin. Ya'ni men ishonmayman. Mana o'sha realchilarga ham ishonmayman. Kelishadi. Ha, Barselonani o'yiniga muxlis emasman desa ishonmayman. Bu shunaqa o'yinki, bularning o'yini shunaqa o'yinki, xohlagan futbolga qiziqmaydigan odam kelib turib, hali tiki-takalari oshirib turib, baribir o'ziga tortib oladigan. Endi to'g'ri yoshlikdan realchi bo'lib kelib, o'sha Raul davridan Zidanlarni ko'rib, bularni uslub boshqacha-yu. Ularga sal boshqacha tuyulishi mumkin, lekin men bunaqa bir xil paytlarda to'pni ushlab olib, hozir mana Yamal, o'sha Xavi, Iniesta, Messining davri shunaqa tomonlari bor. Men rostdan ham qanaqadir hammani hidida hamma oshi ham yomon ko'radiganlar misol uchun. Hammani fikri har xil, lekin shaxsan men chiroyli futbol tarafdoriman.